Bismillah, assalomu alaykum. Videomizni oxirigacha ko'rgan odamga 64 talik inkubatorimiz bilan, mana shu ko'k modeldagi inkubatorimiz bilan mana shu rezultatga erishishdi. Imkon qadar chiroyliroq qilib tushuntirib, amalda ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Kanalimizga like, podpiska tugmalarini bosib qo'yib, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga bundan da qiziqroq, foydaliroq kontentlarda bo'lishda davom etamiz. Xudo xolasa, rezultat kutganimizdan ancha yuqori bo'lgan. Videoda oxirigacha ko'ramiz. Biznesmenlar, assalomu alaykum. StarMax sizlarga endi ishlatib, ko'rsatib, tekshirib beradi. Inkubatorimizni 64 taligini mana katta kichik aralash tuxum terganimizda hozir 60 ta tuxum bilan to'ldi. Mana 60 ta chiroyli uy tuxumi plotni terildi. Burchakda yana bir dona tuxumga joy qolgan, kichikroq tuxumga. Xullas 60 ta uy tuxumi, qora tovuq tuxumini terdik. Inshaalloh endi birgalikda videoda oxirigacha ko'rsalang. Butun boshli protsessni boshdan oxirigacha ko'rsatamiz. Qancha ochib chiqadi, qanaqa. Endi buni hozir hali tindirilmagan, sveji olib kelib, sirasi ichiga terib qo'ydim. Buni paka bir 6 soat, 8 soat atrofida 25 gradusli xonada to'kka suqmasdan saqlaymiz. Tuxumlar chunki tinib olish kerak. Yo'ldan keldi, boshqa bo'ldi. Shuning uchun tindirib olinadi. Endi mana hozir tungi soat 9 bo'lgan bo'lsa, rosa 9:10 bo'libdi. Endi ertalab qo'yaveramiz buni. Xudo xolasa hozir mana Ramazon oyida turibmiz. Saharlik paytda shuni to'kka ulab qo'yaveramiz. Ungacha to'kka suqilmagan holatda 25 gradusli xonada tinib tek turadi. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Butun hamma protsessni sizlarga ko'rsatib, necha foiz ochib chiqqanigacha ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Biznesmenlar. Mana inkubatorimiz 14-15-kunga bo'lib o'tyapti. Hozir hamma tuxumlarni birma-bir tekshirib chiqdik. Fonar yordamida. Fonar bilan tekshirib chiqdik. Fonarda bitta tekshirib chiqdik. Xudo xolasa hamma tuxumda rivojlanish bor, yaxshi ketyapti. Rivojlanmaganlarni chiqarib tashladik 14-kunda. Kuzatib borsalar, oxirigacha xudo xolasa rezultatini ham nechta chiqqanini ko'rsatamiz. Endi hozirgi kungacha 3 ta olib tashladik rivojlanmagan tuxumdan. Inshaalloh endi umid qilamizki, rezultat yaxshi bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'rsalang, nechta ochib chiqqanlarigacha ko'rsatib beramiz. Sangelmijonim, Gulla Yashna Yangi O'zbekistonim. Uyimizda so'yituvchi bo'ldi, inkubatorimizni tashqariga olib chiqib qo'yganmiz. Do'konimizga do'konga olib chiqib oldik. Endi iloyim rezultatda o'zgarish bo'lmasin, tabaqa ketdi. Tuxumlar ham xudo xolasa 14-15 kunlarida biz tekshirganmiz, tuxumlarda hammasida plodovitность bor, rivojlanish bor, yaxshi, cho'tki rivojlangan. Endi ma'lum sabablarga ko'ra sevitlarimiz o'chib qolgan ekan, shuni ta'siri bo'lmaydi degan umiddamiz. Xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rsalang, rezultatni to'liq ko'rsatib beramiz. Endi Xudodan necha foiz chiqishligi yaxshi niyatlarda 60 ta tuxumimizdan 3 tasini olib tashladik. Yaxshi rivojlanmaganligi uchun. Tuxum o'sha urug'lanmagan bo'lgan, yili palaxta bo'lgan, shu sabablarga ko'ra rivojlanmaydigan holatlar ham bo'lib qoladi. Xullas bizni oxirigacha kuzatinglar, to'liq rezultat sizlarga ko'rsatib beramiz. Do'konimizda перестановка ishlari bo'lyapti, yangi yuklar kelgan, ular joylash jarayonidamiz. Kimgaki biznes uskunalar, mana shunaqangi restoran, oshxona, fast food buyumlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ham bemalol aloqaga chiqsalar bo'ladi va shuningdek qishloq xo'jalik mollari uchun, misol mol qo'y chorvachiligi uchun granula ishlab chiqarish mahsulotlari va betonamishалка, drobilkalar, har xil turdagi yem maydalaydigan, o't hashalarni maydalaydigan drobilkalar bizda mavjud. Bemalol aloqaga chiqsalar O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlari mavjud. Kanalimizga like, podpiska tugmasini bosib qo'yib, videoda oxirigacha ko'rishni unutmanglar. Bismillah, assalomu alaykum. Inkubatorimiz yana o'zimizning uyimizda.
19-kun bizda 37,2 gradus 70, 65, 70 atrofidagi namlikda ushlash kerak imkon qadar. Bu kunlarda o'sha ochish hozir ichida jo'jalar chiyillayapti, lekin ochib qaraganimiz yo'q. 18-kundan keyin o'sha eng katta xatolardan bittasi inkubatorda ochish bo'ladi. Sababi o'sha yorilgan tuxumlarda haligi ichki qavatdagi pardalari qurib qolishiga sabab bo'ladi. Bu narsa ochish havo tekkanda qurib qoladi va o'sha quriganda jo'jalar yorib chiqib ketolmasdan qiynalib ichida o'lib qolish ehtimoli kattalashadi. Shuning uchun imkon qadar 60 dan yuqori, 65-70 atrofida namlikda ushlash kerak. Bu namlik pardani yumshatib beradi. Akajon, ajjoningizga shukr. Shunaqa. Xullas, namlikni yuqori gradusda pasaytirib ushlaymiz. 37,2 shu o'zi avtomatik 19-kunga kelganda shunaqa bo'lib nima bo'ladi. Mabodo bu juda ko'plab kuzatiladigan holat bu inkubatorlarda kun sanash svet o'tish oqibatida yoki qandaydir sabablarga ko'ra kun sanash tashlab yuboradi, sanamay qo'yadi. O'shunaqa holatlarda, misol uchun mana setni bosib tursangiz, bosib turdingiz, o'tdi mana F1, yana bossangiz F2, bu nimani aylantirishni, tuxumda aylantirishni nima qilyapti? Mana F3 gradusda, tekushi gradusni ko'rsatadi. Hop, mana tekushi hozirgi namlikni ko'rsatadi F4 va F5 kunni ko'rsatadi. Shundan kunini o'z hisobini chiqarib turib sanab to'g'rilab qo'ysiz bo'ladi. Plus minus bilan to'g'rilab qo'ysiz bo'ladi. Mana 19-kun xullas. Xuddi shunday qilib imkon qadar e'tiborli bo'lib, namliklarini, issiqliklarini joy-joyida qilib, imkon qadar svet o'chirmasdan yaxshi qarasalaring, inshaalloh rezultat yaxshi bo'lishi kerak. Bizdan olib ishlayotgan mutaxassis endi buni ancha yaxshi tushunadigan, misol uchun haligi tovuq, jo'ja, tuxumlarni yaxshi tushunadigan mijozlarimiz ichida 100% bexato ochirganlari ham juda ko'p bo'lgan. Endi biz havaskor bir o'zim endi sinab ko'ryapman, ishlatayotgan narsamni sinab sizlar uchun video qilish maqsadida tuxum terib sinab ko'ryapman. Birinchi marta ishlatishimligim uchun endi menda xato bo'lishi mumkin. Va svet orada ham ko'p o'chdi, o'zlaring guvoh bo'linglar, shu videoda o'rtasida ham ko'rsatganmiz. Kerak bo'lsa svet o'chganligini hisobiga boshqa joyga olib borib, yoqib, issiqlikda ushlashga harakat qildik. Shunda ham xudo saqlasin endi xato bo'lmagan bo'lsin, shunda ham baribir minus bo'lishi mumkin inkubator uchun. Hop. Namlik mana sekin pasayib ketyapti, lekin ichida suv bor. Sababi o'sha graduslar pasayayotganligi hisobiga issiqlik suvni yaxshi parlata olmasdan namlik pasayishni boshlaydi. Shunaqa holatda agar suvi ichkarisida bo'lib turib namlik pasayayotgan bo'lsa, inkubatorda har zamonda bunday shunday qilib sal nomiga ortiqcha qattiqlab silkitib olmasdan qimillatib qo'yilinsa, ichida suv chaypalgani hisobiga namlik ko'tarilib beradi. Значительно namiga ko'tarib beriladi. Endi agarda suv oz bo'ladigan bo'lsa, issiq suvdan quysangiz tezda ko'tarilib beradi. O'sha namliklarimiz. Shunday qilib imkon qadar e'tibor bilan ushlasangiz, yaxshi rezultatga erishasiz. Biz albatta yana videoda oxirida jo'jalarni ochib chiqqani va necha foiz ochganini ham ko'rsatib beramiz. Bismillah, mana inkubatorimizda rezultat ichkarisida chiyillayapti. Rosa ham ochib qaragim kelyapti, lekin ochishimiz bilan tuxumlarga ziyon beramiz. Ya'ni o'sha saloldan aytganimizdek, tuxum po'stloqlarini quritib qo'yish oqibatida ichidagi embrion jo'jalarning o'limiga sabab bo'ladi. Shuning uchun 19 kun, 20 kunlarda umuman ochish tavsiya qilinmaydi. Katta zarar beradi bu. Ochib chiqayotgan tuxumlarni po'stlog'ini quritib qo'yib jo'jalarga qiyinchilik tug'diradi va natijada jo'jalar uni yorib chiqib ketolmasdan o'lishiga, nobud bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun sabr bilan kutamiz. Chiyillayapti mana. Chiyillayapti. Ha o'g'lim. Ochib olmang, o'g'lim. Hech qachon yaqinlashmang, ochmang, tegmang. Kutamiz, xudo xolasa rezultatda yaxshi bo'lishiga umid qilamiz. Jejamolili. Bismillah, assalomu alaykum. Mana inkubatorimizda xudo xolasa rezultatlar chiqishni boshladi. Mana ikki ham qo'yganimiz bor. Inshaalloh oxiri sanab turib nechta chiqqanini aytamiz. Biz tez-tezda buni olib olishimiz kerak. Paka ichidagi
namlik tushib ketib, tuxumlar qurib qolmasdan turib, hali ochilmaganlari yana bor. Bismillah, mana bu bizni birinchi nima desa bo'ladi, birinchi holatdagi bruderimiz, bitta yashik tagiga korobka qo'yib qo'ydik, karton qo'yib qo'ydik, чтобы namlik tortsin, bo'lmasin, almashtirishga oson bo'lsin uchun. Hop. Shu holatda mana infrakrasniy lampani 150 ligi hozirda bizga xudo xolasa yetadi degan xulosada turibmiz. O'rtaga prosta dog' suvga shakar qo'shilgan, o'sha shirin choy qilib qo'yib qo'yilgan. Birinchi 3 kunda ovqat berilmasdan shu shirin choy bilan xudo xolasa parvarish qilib turar ekanmiz. Ba'zi bir mutaxassislardan so'radik shu narsani. Xullas kuzatamiz. Inshaalloh sog' salomat katta qilib olamiz degan umiddamiz. Aytgancha mana bu 4 dona oqti, tashqarida yaponcha tovuqlarimiz bor edi. O'shalar ochgan o'zini nimasi. Buni mana o'rtadagi qanotlari chiqib qolganini o'zi 15 talik inkubatorimizda chiqarganman o'zim. Qolgan 3 tasini tashqarida tovuq kurka bo'lib o'zi ochgan. 5 ta ochgan edi, 2 tasi bee'tibor bo'lib qolibmiz. O'sha suv idishiga tushib, suvda bo'kib o'lib qolishibdi. Shundan keyin ko'rib turib, bularni ham sirazi olib keldim, u bruderga bularni ichiga qo'shib qo'ydim. Xudo xolasa endi yaxshiroq rezultatga erishib katta qilib olamiz degan umiddamiz. Eyyo, bismillah, assalomu alaykum. Bizda oxirgi konечный итог hisob-kitobi, xudo xolasa necha foiz ishlab chiqdi, ochib chiqdi. Bugun oxirgi kuni aytamiz mana. Xullas, 60 ta tuxum qo'ygan edik inkubatorimizga, 64 talik inkubatorimiz. 60 dona tuxum tergan edik qora tovuq tuxumidan. Общий hammasi bo'lib, Xudoga shukr, juda zo'r, men kutgandan ancha yuqori darajada chiqarib oldim. 51 dona jo'ja ochib chiqdi. Men mana 3 ta tuxum umuman neplodovitый o'sha haligi nima desa bo'ladi, urug'lanmagan bo'lib chiqib, umuman rivojlanish bo'lmagan, pustoy bo'lgan. Davno boshida olib tashlagan edik 3 ta tuxumni. Qolgan 6 tasi endi hozir mana ochib ko'rdik. Bunaqa bo'lib qorayib ketgan. Bu bilmadim nimaga bunaqa bo'lgan. Bunaqa holat yuz bergan. To'xli bo'lib qolgan. 4 tasi shunaqa holatda qora sasib ketgan. 2 tasi endi mana hali qandaydir muzlab qolgan. Menimcha bu o'sha svet o'tish bilan qanaqadir bog'liq holat bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman shu ikkovida. Nimalarni umuman tushunmadim, nimaga bunaqa bo'lgan. Agar bilganlar bo'lsa kommentariyada yozib olinglar. Mutaxassis odamlar bo'lsa, bilmaganlar uchun eslatma bo'lib qoladi, bilim o'sha yangi ilm bo'lib qoladi. Men e'tiborlaring uchun men umuman oldin inkubator ishlatmaganman. Buni qonun qoidasi, shart-sharoit qanaqa bo'lish kerakligini men bilmaganman. Allohga tavakkal qilib shu qo'ydik. Juda zo'r, men kutgandan a'lo darajada yuqori rezultatga erishdik. Ya'ni 60 tadan deylik 3 tasi o'zi pustoy chiqqan bo'lsa, bu degani 57 tadan tuxum 3 tasi o'zi nosog'lom bo'lib chiqqan bo'lsa, 57 ta sog'lom tuxumdan 51 ta ochirdik. Bu degani adashmasam 90% bo'ladimi shunda? 90% natijaga erishdik degani bo'ladi. Mana shu 64 talik ko'k inkubatorimizda erishgan natijamiz. O'g'lim tuxum teforsiz hozir sasib ketadi. Xo'p, tegmang jo'jalarga, qo'lingizni tegizmang. Shunaqa. Endi bu yog'iga asosiy e'tiborimizni bularni chiroyli, sog'lom, katta qilib olishga, to'g'ri parvarish qilishga qaratamiz. Jo'jani kuzatsangiz, bizdan uzoqlashmanglar. Kanalimizga like, podpiska tugmalarini albatta bosib qo'yib, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga inshaalloh bundan beriga shunaqangi eksperimentlarni ham, sotayotgan mahsulot, apparat, stanoklarimiz ustidagi eksperiment, testoviy videolar hammasini imkon qadar kengroq ko'rinishda taqdim etishga harakat qilamiz. Rezultatlarigacha ko'rsatib berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Bitta 64 talik inkubatordan chiqqan rezultat, xudo xolasa buni yaxshi katta qilib olsangiz, uyingizda kichkina mini ferma qilib olishingizga yarab beradigan inkubator apparat bo'ladi.